Jarqo'rg'on tumanida Taekwondo WT bo'yicha Surxondaryo Open turniri bo'lib o'tdi. Bellashuvlarda vohaning shahar va tumanlaridan saralangan o'g'il-qizlar ishtirok etishdi. Surxondaryo viloyatida Taekwondo VT sport turi bo'yicha navbatdagi nufuzli musobaqa Surxondaryo Open turniri bo'lib o'tdi. Kadetlar hamda kichik o'smirlar o'rtasida tashkil etilgan mazkur musobaqa viloyatdagi eng iqtidorli yosh sportchilarni bir maydonga jamladi. Mazkur turnir Surxondaryo viloyat sport boshqarmasi, Jarqo'rg'on tuman sport maktabi hamda Surxondaryo viloyat Taekwondo VT federatsiyasi hamkorligida tashkil etildi. Musobaqaning asosiy maqsadi yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, iqtidorli sportchilarni aniqlash hamda ularni professional sportga yo'naltirishdan iborat bo'ldi. Bellashuvda nafaqat Surxondaryo viloyatining shahar va tumanlaridan, shuningdek Qashqadaryo viloyatidan tashrif buyurgan sportchilar ham o'zlarining jismoniy imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishdi. Bahslarda sportchilar g'oliblik uchun o'z mahoratlarini namoyish qildilar. Bugun tashkil etilgan Surxondaryo Open musobaqasida biz Qashqadaryo viloyat terma jamoasi bilan ishtirok etyapmiz. Musobaqalar juda qizg'in o'tdi. Ishtirokchilar soni ham juda ko'p. Ishtirokchilar orasida respublika chempionlari ham bor, xalqaro turnir g'oliblari ham bor. Juda qizg'in bahslar bilan bo'lib o'tgan musobaqada bizni jamoamiz ham o'ziga yarasha sovrinlarni qo'lga kiritdi. Musobaqa juda chiroyli tashkil qilingan. Bunday musobaqalarda yana ko'p bo'lishi shu bizni taekvondomizni rivojiga juda katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. Bellashuvning final uchrashuvlari qiziqarli va shiddatli bahslarga boy tarzda o'tdi. Unda eng kuchlilar g'alaba qozondilar. Natijalarga ko'ra umumjamoa hisobida birinchi o'rinni Jarqo'rg'on tumani sportchilari qo'lga kiritgan bo'lsalar, ikkinchi o'rin Qumqo'rg'on tumani vakillariga nasib etdi. Termiz shahri jamoasi 3-o'ringa loyiq deb topildi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindor sportchilar tashkilotchilarning diplom, medal hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Umuman olganda mazkur bellashuv yosh sportchilar uchun nufuzli musobaqalar oldidan o'ziga xos tajriba maktabi bo'lib xizmat qildi.